Ayakça gelip avtodromdan Buru. Şu yerda arqaga aylanishga 30 santgacha ruxsat etilgan. Şu oq chiziqni bosmaslik kerak mana oldingi bufer. Shunga ahamiyat beringlar, hurmatli haydovchilar. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, oq chiziqqa yetmay to'xtaysizlar. Bu yerda ikki narsa asosiy bo'ladi. Kelib, mashinani kuratmay olib chiqib ketish kerak. Sekinlik bilan, shu yerdan o'z komanda bilan aslan harakatlanamiz. Buni video davomida ko'rishingiz mumkin, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Ketdik. Aytayotganimizda hurmatli kuzatuvchilarimiz, shu yerga haydasanlar, hiç inanmıyorlar. Qancha yuqoriga chiqasizlar, tushasizlarmi? Tushganda riskga aylanib yuratyapsizlar. Ona yaqinda tushishlarimiz uchun o'zlarimiz mashina haydab ko'rsatyapmiz. Har vaqt bir vaqt qisqa yerlardan aylanayotganda keyinroq aylansalar, orqadagi chek mana beton to'siqlarga kirib ketdi. Video foyda olmoqchi bir like bosinglar. Hozir onlayni aytib haydab ko'rsating. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, telefon numarini polniy avtodromda bir aylanib chiqamiz mashina bilan. Mashina ichida ko'rishingiz mumkin. Ichida qanday xatar beryapti, svetoforlarda, yo'l belgilarida, pоворotlarda meni xatarlarni sizlar ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan hozir mana 12% qiyalikka chiqyapmiz. Birinchi yo'lakda mashina bor, biz ikkinchi yo'lakdan chiqamiz. Shu yerda kelib chiqqandan keyin shu yerga mana yetmay to'xtash kerak, oq chiziqqa. Eng muhimi shunga ahamiyat beringlar va shu yerda to'xtagandan keyin bir narsaga ahamiyat beringlar. Mashina kuramashligi kerak bu yerda. Va sekinlik bilan mexanikda haydayotgan bo'lsanglar, birga qo'yib, tormozni yarim yuborib, muftoni stepelani yarim yuborib, gazni polniy bosmanglar, kurab ketadi hurmatli kuzatuvchilarimiz. Qani, hozir biz buni avtomat korobkada bajaryapmiz. Shuning uchun avtomat korobka bunda kuramaydi. Qani ketdik. Hozir bizlar polniy bir qator asdan tushib, sizlarga yo'laklarni ko'rsatamiz. Birinchi yo'lak, ikkinchi yo'lak. Polniy avtodromni yo'laklarini ko'rsatib o'taman. Sekin yurib mana bu yerda shu yerdan aylanib mana yılan izi var. Kitap tilinde şu yılan izi deb aytiladi. Eng xavflisi mana ikki chetdagi aynaga qarashlik kerak mana. Mana shular aytib beradi bizlarga. Mana ikki chetdagi ayna aytadi o'zi. Mana bu yerda pоворот yağış kerak, обязательный. To'xtab oldimizda mana hozir biz mana iznaklar bilan ko'rsatib o'tamiz. Pоворот yag'amiz.
biz çəklə hərəkətlənəmiz. Arqağa da əhəmiyyət verib qoyunlar. İçindən aynalarımız. Bu yerdə hazır iki maşina hərəkətlənədi bu yolda mənə. Poyuz yol şlagbaum mənə şestekranкада обязательно toxtaş kerak mənə. Mənə kep toxtadıq. Endi yürəmiz. Poyuz yoxluğuna işanç hasıl qılıb iki tarafımızda mənə bir yanda poyuz yol bolatımızsa hər tərəfində 1000 metrdə poyuz yoxluğuna hərəkət işançlı hasıl qılıb hərəkət qılamız. Mənə parkov. Bir də hazır bu maşın parkovda əməl keçirib atıb. Svidafor. Svidaforunu hazır bizə ko'rgan tutdu. Onunla hərəkətlənəmiz. Mana. Sekin. Bir yerdə hazır bizlərdən başqa hərəkətlənib atdı maşın. Bizler endi şu yerdə toxtab pavarout yağamız. Mana arqaga qaraymiz, bu yana qaraymiz. Bu yoqda iki aynalarga əhəmiyyət beriş kerak da maşının mana. Arqanızda hərəkət iştirakçılarına xalaqit berməşlik kerak ilacı barınca. Mana. O'ng tomonga aylansak, znak nu deb turibdi mana. Faqatgina yo'l o'ng tomonga qayriladi deb turibdi mana. Shundan hazır pоворotni yağib aynalarimiz. Eng muhimi bitta xatoga da yo'l qo'ymanglar xato. Xato ishlatmanglar. İchki yo'llardan ko'rib chiqamiz hozir. Bir xato aylanib sizlarga ketgan vaqtingizga hech qachon achinmanglar. Bir marta mana vajinadan yig'ilsanglar, chunki 8 kun kutasizlar. 7 kun to'liq o'tsa 8-chi kuni borasizlar. Shuning uchun xato yetmanglar qo'ldan kelgancha. Bu yo'lda aynalib pavorotlarga, mashinaga o'tirganda remenga mana yo'lni aynalib ko'rsatamiz polnisida. Чтобы yaxshi tushunishlaringiz uchun. Mana hozir elimizda mashina ketdi bu yo'ldan. Biz arqa yo'ldan ketamiz.